Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 3-darsimiz number metodlari bo'yicha. Biz oldingi darslarda parse int, toFixed metodlarini o'tgandik. Bugungi darsimizda parse float metodini o'tamiz. Parse float metodi nima? Parse float metodi string matn ko'rinishidagi qiymatni haqiqiy son, kasrli songa aylantiradi. Ya'ni asosiy sintaksini ko'ramiz. Parse float ham bu funksiya, xuddi parse intga o'xshagan funksiya va ichiga string beramiz. Ya'ni o'tgan darslarda aytganim, string qay tariqa bo'lish kerakligini, agar raqamni so'z harflab yozadigan bo'lsak, u not a number non xatoligini qaytaradi. Bu prosta qo'sh tirnoq ichiga raqam yozilgan narsani string formatda tushunadi JavaScript, shuni numberga o'girib beradigan funksiya. Asosiy ko'rinishi parse float funksiyasi chaqiriladi va qavs ichida o'sha numberga o'tkazmoqchi bo'lgan string formatdagi kontentimiz bo'ladi. Birinchi misolimiz oddiy kasrli matnni ko'ramiz. Oddiy result degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va parse float funksiyasi chaqirilib 3.14 berib yuborilgan, ya'ni qo'sh tirnoq ichida. Va natija chiqishi kerak 3.14 deb. Ya'ni bu hozir parse float metodisiz bu string formatda, parse float bilan esa number formatida chiqishi kerak. Terminalni ochaman. Node numbers.js deb ishga tushiraman. 3.14 sariqcha bo'lib qoldi. Buni type number. Agar parse floatni olib tashlasam va 3.14 deb qo'yadigan bo'lsam string ichida ko'ramiz, oq chiqdi, ya'ni bu string type of qilib ko'ramiz bu yerda. Type of ko'rishingiz mumkin, buni type string. Agar xuddi shu narsani parse float metodini chaqirib yozadigan bo'lsam, bu number chiqadi. Ya'ni buni type'ini numberga o'tkazib bo'ldi. Buni oldingi darsimizda o'tgan parse int bilan nima farqi bor desangiz, parse int metodi kasr songa aylantirmaydi. Ya'ni 3.14 ni 3.14 qilib numberga aylantirmaydi. Misol uchun bu yerga parse int yozamiz. Parse int. Type of kerak emas, bizga type of. Ishga tushiradigan bo'lsak, buni 3 deb chiqadi. Ya'ni yaxlitlab beradi. Parse int metodi yaxlitlaydi. Parse float xuddi o'sha holatida o'zgartiradi turini. Farqi shu. Bu yerga parse floatni chog'ib qo'yaman. Ikkinchi misolga o'tamiz. Kasrli son va matn birga keladigan bo'lsa, bu narsa parse intda ham bor edi, parse floatda ham bor. Yana result degan o'zgaruvchi e'lon qilingan, parse float funksiyasi chaqirilib 3.14 piksel berilgan. Bu safar, ya'ni oxirida matn aralashyapti va result konsolga chiqarilgan. Ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, 3.14 ni olyapti. Ya'ni oxiridagi stringga ahamiyat bermayapti, shunchaki birinchi string, ya'ni birinchi harfgacha bo'lgan joyini kesib olib, raqamga aylantirib beryapti. Uchinchi qismga o'tamiz. Raqam matnning o'rtasida kelsa, ya'ni boshida, o'rtasida farqi yo'q. Adashib yozib yubormaslik kerak. Oddiy result o'zgaruvchi e'lon qilingan, parse float funksiyasi chaqirilib, pixel 3.14 yozilgan, ya'ni birinchi endi matn kelyapti. Bu yerda matn oxirida kelib turgandi, bu yerda esa boshida. Bu narsa ayni not a number xatoligini qaytaradi, ya'ni son emas. Oldingi darsda not a number haqida tushuntirib bergandim. Ishga tushiramiz, ya'ni non xatoligini qaytaryapti. Ya'ni bu odatda xatolik ham deyish qiyin. Bu shunchaki sen numberga o'zgartirmoqchi bo'lgan elementing, contenting raqam emas demoqchi bo'lyapti endi JavaScript. Bir so'z bilan aytganda. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.